Xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasi futbol bo'yicha 2026-yilda Jahon chempionatiga ilk marta yo'llanmani qo'lga kiritdi. Futbolchilarimiz orasida esa Jizzax o'g'loni Abduvohid Ne'matovning ham borligi albatta insonni ruhlantiradi. Ayni paytda esa biz darvozabonimizning xonadonidamiz, jarayonni esa birgalikda kuzatamiz. Millionlab muxlislar qalbini zabt etgan futbol sporti bo'yicha erishilayotgan yutuqlar nafaqat sport jamoatchiligi, balki butun xalqimiz uchun g'urur va faxr manbaiga aylanmoqda. Shunday iftixorli yutuqlardan biri Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida tug'ilib voyaga yetgan yosh va istiqbolli darvozabon Abduvohid Ne'matov milliy terma jamoamiz tarkibida namoyon etgan mahorati bilan bog'liq. U 2026-yilgi Jahon chempionatiga saralash bosqichida O'zbekiston sharafini munosib himoya qilib, ko'pchilik yurtdoshlarimiz e'tirofiga sazovor bo'ldi. Tarixiy natija bilan butun O'zbekiston xalqini tabriklayman. Hamda barcha jizzaxliklarni tabriklayman. Albatta bu juda uzoq vaqt kutilgan, bundan oldin ham kutilgan Jahon chempionati edi. Bu Jahon chempionatiga anchadan beri chiqolmay kelayotgandik. Xudoga shukr, mana nasib qildi, Jahon chempionatiga yo'llanma oldik. Albatta har bitta o'yin, har bitta nima deydi, bosqich qiyin o'tadi. Xudoga shukr, Alloh yuzimizni yorug' qildi, xalqimizni, prezidentimizni oldida. Futbol bilan 14-15 yildan beri shug'ullanaman. Meni birinchi trenerim shu o'zimni Uchtepa mahallamdan Uruyim fuqaro bo'ladilar. Qashqadaryo Nasaf jamoasiga borganman. U yerda ham masalan meni birinchi trenerlarim bor. Sherzod Kattayev, Asliddin Hasanov. Eng g'alabisi meni katta futbol o'ynashimga katta yordam bergan Ro'ziqul Berdiyevga minnatdorchilik bildiraman. Xudo xolasa endi birinchi navbatda 2026-yilda oldimizda Jahon chempionati turibdi. Shu Jahon chempionatida yurtimiz bayrog'ini munosib ko'klarga ko'tarib harakat qilamiz. Milliy jamoamiz a'zosi Abduvohid yurtimizda sport orqali xalqaro maydonlarda yuksalish mumkinligini amalda isbotladi. Tumanda sportchining sharafli yutug'i munosabati bilan tantanali kutib olish marosimi tashkil etildi. Unda tuman hokimi, sektor rahbarlari, sport sohasidagi mutasaddilar, ustoz murabbiylar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Jahon chempionatiga chiqqanim bilan butun O'zbekistonni tabriklayman. Shunday sharoit yaratib bergan prezidentimizga rahmat deyman. O'yinda stadionda tomosha qildik, juda ajoyib bo'ldi. Bolalar g'alaba qozondi, juda ajoyib bo'ldi. Natija baribir yutadi deb umid qilgan edik, niyatimizga yetdik. Prezidentimizga kattakon rahmat. Mana hozir yoshlarga qilayotgan mana ularni juda yuqori darajali bo'layapti. Boshqa davlatlarga ko'ra bizda O'zbekistonda yoshlarga, bolalarga juda e'tibori kuchli, prezidentimizni juda ko'p sharoitlar yaratib beryapti. Tadbir davomida tuman hokimi Mahmud Xolbotayev tomonidan Abduvohid Ne'matovga esdalik sovg'alari topshirildi. Uning sportdagi muvaffaqiyati yoshlarga ibrat sifatida alohida tilga olindi. Tadbir faqatgina tabriklar bilan cheklanib qolmay, sportni ommalashtirish, yoshlarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish, sport orqali yurt sha'nini ulug'lash borasida dolzarb fikr va takliflar bilan boyidi. Yaqin bir haftadirki qalbimiz quvonch tuyg'ulari bilan toshib turibdi. Sababi O'zbekiston milliy terma jamoasi, ya'ni futbol bo'yicha yoshlarimiz, yigitlarimiz Jahon chempionatiga chiqish yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Buni O'zbekiston xalqi qariyb 34 yildan beri orzu qilardi. Ana shu orzuni o'zimizning qora ko'zlarimiz amalga oshirdi-da. Qarang, ularning jangovarligini, o'yindagi jangovar ruhini, kechagi o'yin misollari Qatar bilan bo'lgan o'yin misoldagi ruhni saqlab qolsa, ishonchimiz komilki, jahon chempioni ham bo'lishlari mumkin ular. Qarang, qanchalik bir g'ayrat, shijoatga to'lgan. Ularning mana shu sa'y harakatlari 38 millionli O'zbekiston xalqini birlashtirdi. Yagona bir xalq sifatida dunyoga tanitdi. Bugungi kunda sport sohasida erishayotgan yutuqlarimiz jahon hamjamiyatini, dunyodagi mavjud 200 dan ziyod davlatlarning havosini keltiryapti. Hamma ham bunday sharafga, bunday yuksak g'alabalarga musharraf bo'la olgani yo'q. Markaziy Osiyoda birinchi marta MDH davlatlari orasida ham yagona bo'lib qolyapti desak xato bo'lmaydi. Sport o'zi shunday bir jozibali kuchga ega ekanki, sportda farzandlarimiz erishgan natijalari butun xalqni birlashtirar ekan. Yagona xalq, yagona bir millatga ham aylantirib yurar ekanda kerak bo'lsa. Shubhasiz, bu kabi e'tirof va g'amxo'rliklar sportchilarni yanada ruhlantirib, ularni yangi marralar sari yetaklaydi. Bu nafaqat Abduvohidning shaxsiy yutug'i, balki butun Jizzax viloyati, O'zbekiston futboli va sport uchun katta zafardir.